Sabır kılın. Kechir, kechki qoldim. Kechirim dadamdan so'ra. 40 yil o'ldirib kelsang cho'kashki. Aeroplan vaqtida tushmagan tursa. Xantim bo'lmasa yana uchib keldi qanqa. Tügemes bahaneli. Dadamның yüzünü mü göremedin, yüzünü mü? Teşlik mufqildim, yaxşı, teşlik. Sabr qılыңlar, fikr qılыңlar. Rahmat. Men sizning xelchigul adanglar. Belkim unutib qolgan bo'lishinglar mumkin, chunki u vaqtlarda sizlar bek kichikdinglar fikam. Dadangning o'limidan bek afsuslandim, Subat. Sening chiroyingga qarasamlar, dadangning chiroyini ko'rgandeklam bo'lma jenim fikam, bek afsuslandim. Meni xelchigul ada degan. Men sening xelchigul adang, meni ada degan jenim fikam. Men sening xelchigul adang, men sizlarni opash qilib cho'ng qilgan. Meni qo'yib turman day. İsmingiz nima? Xelchigul. Xelchigul ada desanglar bo'ldi. Sening naqshlaringni bek yaxshi ko'rma. Sening qo'llig uchun, sabi qo'llig uchun men sen madadkor. Sening hadangman. Meni herkes unutib qolma. Men sening xelchigul adang. Jimo herkes unutib qolma. Bu adımızda deb isim gelanmidimi? Ben seni kichikimdan bekib cho'nqa adang unda yaqinmi? Bırak balam, qalarak ahvalim. Dada, nayet yaxşı adamdı. Tuyuqsuz ketib qilib, hammaylarning ko'nglimiz bek yerim bo'ldi. Jillaka. Dadang nayet siha adamdı. Bilaman. O sizni bek azizlaydi. Ha, dadang bana bek amraqdi balam. Akıf kışkanlar. Yarışıp kelinglar. Nima ish qilyapsiz tag'a? Dadanglar hayat vaqtida ikkinlarning bu ishidan ko'ngli bek yerim bo'lgan balam. Aka, siz nimalarni da'vatsiz? Bunda desangiz boshqalar xato tushunib qolmayman. Boshqalar nima desa da'vasin. Sizlar degan urug'tgan emasmi balam? Bo'ldi qiling tag'a. Uning ustiga bizmi mana bir yerda turmamdi. İş qilib, dadanglarning ketib qolgani bek afsuslanarli ish bo'ldi balarim. Dadanglar sizlarning bu holinglarni ko'rgan bo'lsa, armonsiz ketgan bo'ladi balarim. Rahmat aka. Sevri qilinglar balam. Sevri qilinglar. Bu tag'imizchi seni bekib cho'nqan bir tag'imiz o'xshamanda. Bu dadamning yaxshi birodardi. Sen doim kelib shumgankin tonimaysan-da shu. Ha, deb pasda ekansan. Sen bir xuddi o'zing kunni bir yo'qlayotgandek. Kırtanlar bulmaydı. Akınlar mağsal basanlar bu. Dadamızın qaza qiladigan xabar topda sayr qilishni umid qilamiz. Shunda anglisa dadamızın ahvoli necha kun burun yaxshi emaskan tushuncha so'zlab beramiz. Boshqalarning deyishicha dadamız bilan bo'lgan munosabatingiz yaxshi emaskan tushunaqmi? Kechiringlar. Ben bu savollarga javob beraman. So'zlab berasiz. So'zlab Kechiringlar.
Tatkan kunlar esingdimi? Esimde. Bu to'y bizning konu məldə ötküzülgən toy deymi? Bu to'y pek qizigan diye bo'lmasa. Shunda yigit tarafninki mehmonlari sahnaga chiqib olib, xeyli vaqtgacha sahnadan tushqilmay o'ynab ketgan. Qiz tarafning tuqqanlarining achchig'i kelib, chuqurishib ketgan. Muhbirlar tehlik etmedi. Agar men muhbir bo'lgan bo'lsam shunday qilardim. Nam atqi chiqqan ikki og'i ina ap o'tmasa, bu dadasi tugab ketgan shunday kunlarda. Buningdan cho'ng xabar bormi? Ben keçip kaldım mutluyorum. Ve sırt muhbirler yapıp gitti o karkuşlara dedik. Vallahi ben aşkım sizden daşınızı beklemerak. Aka anı resimçisi bana. Bana hazırlık tügeydi. Ben sizlerge müvake ettim. Evet. Vay. Ben meyveden jüp toğat taksiye git. Sen açık ya. Nima da açık gap qilsa shu savol bo'lmadimi açık? Sağ olun, rahmat. Dadanglar hayat vaqtida vallahi qo'yib bergin deb bezat qoldirgan. Buni bilinglayli. Bu küçük bola kim o'mdi? Bo'lmuş qo'shnimizning bolasi. Sen pat-pat kaptamagan tonimaysan-da bu bolani. Sen doim o'sha bola bilan birga o'ynaydi ekansan, ha? Ha, boldum balam. Avaz qilish konopkisini besib etkin. Ha, bo'ldi. Endi chiqib o'yna. Mon qarangli sol tekle. Sizlar bu sinalg'ini ko'rayotgan vaqtinglarda men allaqachon merhum onanglarning qishib ketgan bo'laman. Apanglar o'lib ketgan vaqtida biringlar 6 yosh, biringlar 4 yoshdinglar. Men sizlarga hem dada, hem ona oldum. Ama ben üzerine layakatli dada diyemeyim. Ben bir kısım hatalıklarını ötküzdüm. Şunun bilen sizlerinin nezrinlardaki eski dada aylanıp kaldım. Dadanglarning sizlarga bo'lgan mehri kichik vatanlar sizlarni urgan o'xshashlik cheksiz. Ben bu hayatımda birli işini kıldım. O bozumu müzik çeliş, nakşa etiş. Bu cereyanda sizlerimi terbiyelep çıktım. Sizler müzik sayesinde muvaffakiyet geliştiğinler. Ben bir toy nakşçısı. Bu ömrümde ben mal dünya almadım. Şundaqtımı sizlerge kaldırılgan iki nersem var. Dadam bizga nimani bilib turganda? Ya bu uyni yoki bo'lmasa bobomda qolgan eski mashina bilib turgan o'xshamamdi. Xo'sh, endi mush uydan boshlaydi. Bu uyda apanglarning bizning she'rin aslimimiz var. Bu uyning bulun pishqoqlarigacha hamma yerida bizning aslimimiz var. Sizlar musha tug'ilib cho'ng'igan. Bu uyning muhabbati chunqur. Aslında bu oyunu sizler kaldıraydıgan. Bırak. Setip ettim. Ha? Nimdeydi o? Uyni setip etdim deydi o. Doğru. 3 yıl avval setip ettim. Bu oyunu kimga sattı ya? Man sattı. Nihayet obdan bahat men setip aldım. Yani men sizlerge deydigan 2 kız gepim var. Avval puldan geleyli. Aldınlar doğan bu adamga uy ijarası için kazıp kaldım. Siz öğür görmeyi tölü bitinler. Bu kartmaga pul nuriyasınız buldu. Pulun sani kağıtı yazıp koydum.
Bu pulni men nimda ben o'z ustimga olaman? Balaning kichigi uyning varisi emasmi? Subatning bu sadaqati uchun yangratqi bilan mikrofonni bununla miras qoldirma. Yangratqi ana. Murat sana denizişim bilan saitimni miras qoldirma. Endi navbat mashinaga keldi. Mashinamı uyga o'xshash jiq asmlarga to'lgan. Buni bilamiz. Har qatim to'y oxirlashganda biz aşı mashinninki kelishini saqlaydik. Men ba'zida to'ydan uyga qaytganda kechigi qilatdim. Mana bir er bo'lib süpütüm bilan ba'zi bir ishlarga qattiq chek qo'yolmadim. Apanglar o'lib ketgan vaqtida men texi yaşadım. Davamlı boytaq o'tayvergili bo'lmaydi-da. Doktor bana 2-3 haftalik ömrün qaldı deydi. Şundaqda miyamni davalavatdı. Şundaqda mı maşinni Muratqa aşk işini Subatqa miras qoldirdim. Bu qanda vasiyat oldu endi bu? Niməsilə meningdən kütülməyən bir xoşallıqqa erişməkçi bolğanmıdыңlar? Şundaqmı? Sizlər mening bilan bir dasxanda o'tirib tamoq yemagili qancha uzun bo'ldi? O'sha masalada o'zinglar bir o'ylab beqanlar baldırım. Resmi iş ustida paranglashaylik baldırım. Mening sizlardan yana bir o'tinishim bor. Men saq vaqtimda deyishib qo'ygan bir to'y bor. Buni qaytarib yetishga ko'nglim unimidi. Dadanglarning o'rnida bu va'dani amalga oshiringlar. Agar shu vaqtlarda hayot bo'lgan bo'lsam, billi berib so'rindan o't chiqarib o'tatdik. To'y o'tkazgan o'rinning adresini, vaqtini o'ltirgan akanglardan so'rasanglar, sizlarga deb berdim. Shundaq, adresi menda bor. Men bilaman. Dadanglar bo'lish süpütüm bilan sizlardan o'tinadigan eng oxirgi o'tinishim. Vasiyatimning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, shu yerga beringlar bolalar. Bo'ldi. Vasiyatning qog'ini qog'oz yuzga yozilgan. Men sizlarga keyin yetkazib beraman. Fikrim, dadangning vasiyatini angladinglar. To'yning vaqti ham o'rni qo'shdan yozilgan. To'y bo'lgan o'rin faqat ekin men vasiyatning ikkinchisidan sizlarga yetkazib beray. To'ydirsa. Endi qanday qilamiz? Bu to'y o'sha haftaning oxiriki. Bu to'yning hech kallamda o'tmaydi. Bormay desam texi. Sen qanday qilsa? Mening bu sen bilan qat'iy bir naqsh etkim yo'q. Kim sen bilan bir to'yga bag'ishsa ekan? Mening o'sha haftaning oxirida cho'ng naqshchiligim bor. Bu mening umrlik istiqbolim bu taqshir. Dada, sen nemeni ko'z tutib ikkimizni birga naqsh etinglar degansan. Sen mendek bir dangliq naqsh bilan naqsh aytayolganda xo'sh bo'lsang. Men sen dangliq naqshchi deb qaramayman. Naqshlaringni anglamayman. Kim seni naqshni anglaydi ki? Bo'ldi, tishimga tegma. Ishqilib mening bu to'yga boradigan vaqtim yo'q. Ay men beka qilmadim. Xo'sh, unda qolsa men ketdim.
Subatka. Sen hiç bakaslar var. Biz bu yerda ishlarni g'ash tugatmasak, bo'lmag'idek bo'lsa, muxbirlar qat'iy ketmagan. Bo'lmasa, men deytaymi? Saydi talabsan. Voy, sayda paqandavsan. Sen pastga tushib, men ergashtirib kelgan chivillaringga ikki yig'iz gap qilmasang, bular bu yerdan ketmaydi bugan. Men nimishga tush kerakmi? Tushsang o'zing tush. Ya o'zing ergashtirib kelganda o'zing gap qilmamsan. Bo'ldi qil. Dedik xabarning bosh biti seni saqlab turdi. Men aldirmayman. Ular qachon ketkish shu chaqis saqlayman. Tushsang o'zing tush. Men aldirmayman. Aldirashma ishim yo'q. Men etigengi saqlayman. Men mushada aram elib, o'g'illik saqlayman. Men mo'jiramda aram elib saqlayman. Tomoqda yapıldı. Rahmat. Tomoqda yapıldı. Kosmos açqanda siz uchun ataydan belirtdim. Sizga Rahmat. Rabat chiqibsiz. Zumula düşan. 对象。 Düşan deb ketgan onda, sen tayliqding ha buranda. Nima deganda? 国语助手deb cho'qira. Telefoningda bir app bor. Ashni tushirib, mashqsam. İsmi nima? 国语助手. Ashni tusharsam, menikidek to'g'ri bo'ldi. Ammo shuma? Mush bo'yicha mashq qilsam, menikidek to'g'ri bo'ldi. Ay canım, sen tayliqding ha buranda, sen düşanding. Senikidan yaxshiroq. Bo'ldi. Men 100% jazmlashtiramanki, ikkimiz bu to'yda hamkorlashib naqsh etsak, qat'iy yaxshi etolmaymiz. Uning ustiga bu bir ahamiyatsiz ish qo'yildi. Mushqitimliq ishni qilaversam-la, sen bilan ikkinchi biri ekanmayman. Mening bu ishni faqat keyingi surgim yo'q. Unda chaqaroq tayyorlig'ingni qil. Pastki muxbirlarni qanday qilamiz? Onunla mening bir amalim bor. Sen dangli qo'ygandan keyin, mashkeylarning bir sening siyaqing kirib olib, oningdan keyin bular asta mashin bilan bu yerdan arildi. Biz u yoqdan shayb berib, bu yoqdan qochimiz. Sen dangli qo'ygandan keyin. Hey, mashinni maydayman. Dadam bu mashinni men miras qildi-qa. Ochqoch, kimdi bo'lsa shu aydaydi.
Nega deyapsan? Voy bordiga deyapman. Meni boshqamay o'zingni bilar. Biz eng yaxshisi baldir o'zimizning yo'lga mangsak bo'ladi. Men shunday. Ey, tezroq yo'lda mangsak bo'lmamdi deyman. Voy bu yo'llar mangsaqma o'xshash bor emas. Uning uchun bu yo'l chiroyli. Sen bir ko'zingni yumib pulasang olmamda. Men baldiroq berishni o'ylayapman shu. Ko'zingni yummasangmi mayli, og'zingni olsin birdam juma. Keldikmi? Ha, keldik. Voy tek talay yo'l var dega. Az kaldık. Yaxshimisiz? Qo'ng'irlashtiran keldi. Yaxshimisiz? Qalam yo'q. Qalam baba. Mana imzoyingizni qo'yib bersangiz endi. Qog'oz yo'qmi? Qog'oz yo'q. Qo'lingizdan o'rayvering. Ish qilsa yo'q hech bo'lmaydi. Qilib tezdi. Tizgin. Ey, aldirmanglar. Rasm olaylik. Rasm olaylik. Bo'ldi. 1 2 3. Yana biri. 1 2 3. Rahmat. So'rab baqsam qayoqqa mangdingiz? Ha, biz ma janub tarafga mangdik. Basa ko'rishamiz. Bo'ldi. Ma'qul, xo'sh. Savoqdoshlaring keldi? Ey Dash, nima bo'ldi? Ishnim bo'lmadi. Yaxshi bo'pti. Sening naqshlarni anlagandim. Pek yaxshi emas-ku naqshlar. Tiqsiz. Vashi lozam. Ajoyib. Hey, men naqshamni anla dedim-mi? Yaxshi bo'pti. Bir muzika tirtim boshqarib bilanmay. Cho'g'ilib ketdinglar. Hey. O mening ishimmi? Yaxshi bo'pti. Ha? Yaxshi bo'ptimi? Ha, yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'ptimi? Adash bo'ldi mana. Nima yo'g'onchi bo'lib ketdim hozir. Imtiyozlarımınki sinikidek yanısı yok ki. Sendek dağınlık olmagan ekan. Devlet Ortak Tili Yardımcısı Şinjan Alfabet Uçur Texnik Mülazimeti Şirketining bayrak ostidagi Android app ishlatuvchilarni ko'p xil ko'rinishdagi til, yezlik tarjimasi, OCR farqlantirish mulozimati, davlat tilini o'rganish, so'zlik mulozimati bilan ta'minlaydi. Detalimizni davlat tilida Go'yu Show deb izlash orqali har qaysi Android app va Olma app sutlaridan tushira olasiz. Shundaqla yana öndidar kichik programmasi mening naqshlarim bek moda bo'lyapti. Anglab baqa. Bu ko'n naqshlarni uchun mana olsam bo'lmamdi. Ay shu ko'n naqshlar titiydi. Bo'ldilar dedim seni. Mana anlig'idasan mo. Bo'ldi ya. Mana anladım. Mana. Oradan buldum. Belen bo'ldi. Şunda peyz müzik yapalım.
yaxshi uzilmadi. Buxardan chiqdingmi? Ha, shundoq rahatlanib ketdim. Bo'ldi. Biz vaqo kichik baldek uni buni deyish bo'ttamay, mat to'yga chaqqaroq bardiganning ishini qildi. Chaqqan bo'lsak, mashq qilamiz qara. Uniki obayni qarsam, "Voy, a naqsham, ma naqsham" deb bek naqshning gapini to'liqib ketib barsa. Ayshada naqshni salli ida bo'ldi. Saytmamsa? Yo'q. Bo'ldi. Men shu dadamdan qolgan denschining chalay. Hey, biz burunqida qilmamdoq. Dadam shunda deydi-ku. Ha? Sen unutib qolgan o'xshaysan. Meningcha naqsh etish bilan qat'iy xo'sham yo'q. Bo'ldi. Men sahnaga mas'ul bo'lay. Uskunlarga mas'ul bo'lay. Sen chiqib naqshangni et. Hamma ishlar burunqidek bo'lsin. Hamma ishlar burunqidek bo'lsin. Yeni çıkır yolga mangdımga. Ben çoğun yolga öş. Hamma adam mangadigan yerda mangsan nima bo'ldi? Voy, men shu hamma odam mangdigan yo'ldan mangsam shular o'xshab qolmamda. Shular o'xshalgan bo'lsang yaxshi bo'ldi. Nima dedim? Obdan bo'ldimi? Mushuk patangamroq, mashina katanga deb. Adaş. Bilmedim. Maşinam tuyuqsuz to'xtab qoldi. Biroq aşil chiqdimi ki? Sizlar meni saqlamay meni evringlar bo'ldi. Ha, yo'lda bir mashina chiqib qolarmiki jumo? Faqat amal bo'lmay qolsa anangdan sizlar telefon qilay. Meni evringlar. Ha, ma'qul, xo'sh. Yaxshimsiz? Yaxshimsizlar. Nima ish bo'ldi? Mashinam tuyuqsiz to'xtab qoldi, men bilmadim. Biroq asil chiqdimki. Siz iliqi Shundaq. Biz yo'l bo'yi kim yordamga muhtoj bo'lsa, shuning yordam qiladigan shafaatchi jigon. Ansuma qarab baqayma. Siz o'ngsha olasizmi? Men kichikimdan tortib mashina bilan jiqaplashgan. Ancha-muncha bilma. Mashina chiqa. Xuddi bir cho'ng remontchilardek chiqib urib ketdi. O'taldira. Bu yerda masala yo'q-ku. Nimalarni aqtirib ketganda xuddi remont qila oladigan Abdul baka bo'lsa. Sevish menga qildi. Men hozir bilinmay qoldim. Qarang, mashina remontxonaga olsa qilgan o'xshaydi. Chunki bizim kichikimizdan tortib remontxonani cho'ngan ekan, ancha bilib ketmaymiz-da. Ma'qul. Mashina arqon bormi? Keyinda bormi-ki? Keyinda. İçilmedi da.
Ha? To'xtamayin bir basay. Amchu. Yo'q, yana ichilmadi. İçilmedi. Biz birlikte sanaq sanaylı. Ha. 1 2 3 Yani içilmedi. Yana içilmedi. Biz tadbir sanaylı. Tadbir sanamdı? Ha. 3 2 1 Açık şunaki lan. Sen kendini tutmay tura. Rahmat. Hadi bu ne? Başın kola. Maşını açık kısmına bırakma. Sizden başınız bəydi. Silah aşkınla bu maşını bana. Maşını avayla peyde. Aldı toplasan bulandı. Buldu. Havayla peyde! Ustam. He ustam. Ustam. Ahırkı biket geldi. Bir haftadan keyin kelinglar. Ma mashinani bir ko'rib bersangiz bo'pti aka. Ma'qul. Bir qarab boqay. Ha, oldin ichinglar. Nim bo'ldi? Buning shu katalizatordan nasil chiqqandek turdi. Baba bo'ladi odam. Nim qizlar buni remontxonaga kepayma. Qiz. Ha bir o'taldirib yiqinglarmi, ovozini anglab boqay. Ha, bo'ldi. Ha? Nima? Hey! Ha? O'chiri! Qopima. Vay. Kesdim o'qig'ansiz? Ishni bo'lmagandek turyotamda. Yey. Bir yeringiz yaralanmagandi ha? Bu bo'ldi desam nimda may dassavrsiz deyman. Men ichida o'tirib nimdegingizni qat'iyini anlayolmadim. Qarab turib bir o'mda mashina buzib yotdingiz mana. Dassavrib Mayklaba yerilib ketdimda shlanksamda. Bugun kechgacha o'ngishlarmi? Bugun kechgacha qanday o'ngishildi? Ba, hatto kunki kilinglarmdi bunga. Ha? Ya adaş, başı bittimi? Qaysi ha, adaş bir hatto kun dikkin kagina. Bu qanday yapıp ketdi adaş? Elimi ishkermay o'p ketdi adaş. Bu ustam har qanday mashinani remont qilsa hatto kun ketadigan o'xshamamdi. Ey, manda daydigan gaping bo'lsa, bu kilajil ala bo'ldi mashinangni. Chaq qo'ydi adaş, chaq qo'ydi adaş. Ha, manda demamsa. Qayta bo'ldi adaş. Men yasab qo'yay. Ya baldiroq bu adaş yasab qo'yasizlar. Bo'ldi. Ma'qul. Qanday qilsizlar?
Qo'yib qo'yinglar, men hafta 10 kungacha yasab qo'yay. Bo'lmasa so'rab aytinglar. Qanday? Na, hafta 10 kun keyin kep akitayli. Voy, mashina haydash qustummagan bilan hisobot qustgansiz a? Bayadaş. Ben nedilikimni o'zimni bilmayman. Shu ish qisi yo'q, yo'lda azroq avorchilik quchirgan, ansirmanglar. Sizlar menga biringlar. Chunki o'zim yetishib olay. Ma'qul, xo'sh. Do'sturim menda ansirab ketibdi. Rahmat sizlarga. Meni yo'lga tashlab qo'ymay avog'ini. So'shim. Rahmat. Siz nega mangandingiz? Sen nega varsizlar? Biz umidingizga mangdik. Ha, men mashinaga bordim, yo'limiz birga. Chiqinglar sayohatga boramizlar yoki o'yin qo'yib? Shundaroq bir ishlar. Chiqinglarni ekranda ham ko'rdim. Anglasam munosabatinglarni toza yaxshi emas deydi ekan. Lekin men qarasam unda emas ekan. Yo'q, anglag'ingiz xato emas. Buzib qo'ysa, buzuqkan bu. O radioni o'chirdi. Men naqsh qo'yib qo'ya bo'lmasa. Plastik bo'lmasa. Daftarning ostida bir lenti bordek qilib turdi. Gap qilmaysizlarga sol tekla. Safaringlar o'ngishib ketib boramdi. Agar bu gapimni anglayotgan bo'lsanglar, demak sizlar mening mashinamda yana kelib vasiyatim bo'yicha to'yga manganda qilisizlar. Siz to'yga boramsizlar? Chiqinglar hozir qandayroq? Hali chiqib qoldinglarmi? Ha, herhalde buldu. Sizlarning mijozingizga ben ko'sal baldırım. Cevap vermek şunç tesma. Men xeşimli yok. Hem de bolsun mu gepimle anlanla. Biliyotam sizler. Özdenlerini tutup edip gepimle yaxşı anlanla. Maşının arka sandığının aslında bir parça xat var. Sizler xatni toy murasimiga borgandan keyin aşı yerdeki ayolga topshirib beringlar. Qandaq bo'lamdi? Ondan mashinaning keyin sandiq buzilib qolgan. O'ngshab qo'yasizlar. Ma'qul, xo'sh bolalarım hamsa. Dadam bir muncha vaqtni isrof qilib atayam bu lentini o'ngapti-da. Nima yotsiz? Cho'ng ustamdan gangomi ekansiz. Turtib qolsaqni ajab achuvdingiz ha. Yapaqamsiz? Mayli. Ha? Kechatniki. Hozirlab chiqqandaqlar uyda yotgan-a. Çek.
Ulağı dep koy, gel ağırıp kaptı dep. Neme desang da, qandaq bağın tapsang tap. İş qilib men hafta oxirigacha bora olmayman. Ma'qul, xo'sh. Güzel kız uykuga ketdi. Men bu kızı tazı normal ko'rmadim-ku. Qanda desa? Normal ahvolda bu meni qovlish kerakdi-ku. Demakchi bo'g'inim, odatda shundoq bo'ladi-ku. Hozir unda bo'lmayotdi. Ha. Men bu qizni yoqtirmadim. Lekin bu qiz seni bekroq yoqtirib qolgandek turdi. Ağzını jum o anlap qaladı. Anlamaydı o xotirjam bilan. Ha? Jiddiylashma. Men ishqillarga yordam qilaman. Qanda? Mashinang haydashni bila, achchig'imni keltirmaydi. Ey, to'y ustiga to'y o'ynamdiq texe. Bo'ldi, mashinangni hayda dedim. Ha, ma'qul. Mashina haydadim-ku. Mana, qara, mana. Ko'rdingmi? Day. Mashinangni yaxshi hayda. Achchig'imni keltirma. Ha? Baqirma. Vaqasan o kız uyulup gitti. Ha? Hey, ben sana yardım qilay deyaptim ha. Degine? Sen o qizchaqni yaxshi ko'ramsan? Ha? Yaxshi ko'rsam, udul berib uningga de. Ancha-muncha harakat qil. Shunda deb turli. Demak, ish bityapti. Ya bu ish bitdi. Ha? Sen nimlendi bildirlatsa. Bir ko'rib ko'nglimda qoldi emas. Bir ko'rib jonimni oldi emas. Hayyor tabassum ilkida qiyomatda tugumas savdolarga qo'ydingiz. O'zingiz gulzorning gulimi ayya veya ki çöllerin gürmü. Da açık ünlü kızın aksigende. Kim bizdeki kasamaz teşkilleyip sen tutup seni. Bu nakşanın devam ekende. Ha? Shundoq bo'lsin bo'pti. Demak, sen bu qizchaqni yaxshi ko'rib qolding. Dada, mashinga o'tdi. Kaskemimni qo'zam o'tirib va qo'rqmay. Dada, mashina sürüştü o'tdi. Voy. Ya aldın kara aldın da. Ya tormuz. Ya tormuz. Para kığa işini. Vay ye kulağım, vay can, kandara, vay can. Bilim bomba deka. Asta. Kandara akufka. Bilim bomba deka, bilim bomba de. Vay can. Nimet sakam, senin nereden? Kulağım sönüp ketken okşaydı ka, kulağım bek ağrıp gidiyor. Kolum sönüp ketsin sakam. Değilsin ki canım bana.
Ulan bek ağrıp gidiyordur aka. Ey! At dutta temir kandara. Voy aka voy, bu jilimizdan dutta tamirni gap qilsan go. Voy jon. Qozam, sen kandara. Yaxshimi? Sen ma'lum qilsan. Men darg'asan, ha? Hey! Neymiş bu? Ha? Hey, maşını mı saydım da? Ha? Ya bunu ürütep aykayak ötmesi bitti. Ha? Kechiring aka, biz qasddan qilmadik. Sizmi tuyuqsizda paydo bo'lib qoldingiz bu yerda. Shu tormoz tutmayli. Hey, nima kechiring? Ha? Nima kechiring? Nima kechiring? Voy bu bir tasaddiqlik-ku. Maqnayma. Nima qilma tasaddiq. Maqnayma. Hey, qanday qilamiz? Ha? Voy qanday qilatdik? Ha? To'lab bersakli bo'ldi-ku. O'sha qiziq-ku. Nima to'laysa? Ha? Nima to'laysa? To'laygan ammanashibmi bu? Ya unusiga qarab baqa. Hey, qarab baqa. Sen qara. Ya muzikada hammasi ulusuluq. Ya men yeri tursa, yurkashda o'yin bor tursa, qanday qilma deyman, o'yinni qanday qilma? Ha? Ya aka, bir jiddiy sig'ib boshqa bir muzikatdan tip manda bir almashtiradigan imkoniyat bo'lam. Nimani almashtirdi? Ha? Nimani bo'ldi? Bulam dedim o adam. Resultüm. Ya muzikaga kel deb chiqib sahnaga chiqib qo'yilgan narsa emas u. U yakasi vaqt ulgurandi, u yakasi ulgurandi. Ha? Unisi mashq qilib, unga chiqib aytgan narsa u. Dada. Qanday deb qarab turdi bu? Dada. Voy, sodqa kete jinim qo'zam, oppoq bolam. Voy, men sening dadang. Voy, nimanda qilsa nima bo'ldi? Men ular tun qoldim, ular dongli naqshchilar. Naqshchi? Oy. Naqshchi kensizlarda. Ha? Yarım çıktı gül beşiğe, çoğunçilekni götürüp. Yarım çıktı gül beşiğe, çoğunçilekni götürüp. Soğuk sıkça karaydı, yürügümni köydürüp. Soğuk sıkça karaydı, yürügümni köydürüp. Yar qarasa nazlanıp, yüreklerim gök soğudu yey. Yar nimişqa söymeydim, kadirimizni bilmeydim. İgiz taqqa chiqqanda, vay canım zo'rg'an, bo'ynug'im zo'rg'an. Qo'limiz deyman tatay, dikkan zo'rg'an. Qo'limiz deyman tatay, dikkan zo'rg'an. Bağuyanmisiz. Vay adaş. Ha, men bir to'yda. Menda ansirmanglar hech qisi yo'q. Ishonmamsa, hozir sen tatib avatib beray. Dikkan zo'rg'an. Aşkın vay ağlar, vay koşnular, yoklandılar. Yırakta kalgan al vay yarlar. Oy. To'y tugdimi? Ichim siqilib ketdi. Siz bu yerga kelsangiz, tenzichini kim chaldi? Men dadam chaldigan burunqi udarlarga tanishib qo'ydim.
oldu. Qaran. O toyu olgan kız yigitlerden bekrek hoşa. Uyanımdım ben ölsem, uyanımdım ben ölsem, uyanımdım ben ölsem, uyanımdım ben ölsem. Piyalemde çay bulup ellerini güydürsem, piyalemde çay bulup ellerini güydürsem. Peynekçi emas, tatlıcı emas, men satıcı emas. Qanda qilman yarim desem, mana meylimiz bo'lsa yigit, aynakchi bo'lum deydi. Uyimga kirib, sandiqni yechib, mo'chani qo'yib, mo'chani elib, og'moq to'qib, qozaga berib, do'konga kirib, uningga qalab, buningga qalab, nechyanza elektr birini tanlab, sunib ketmasin deb yaxshi avaylab, to'qonni sundab, qo'ynimga sulab, yarım peşiga gelsem canım, kilimme şokum deydi. Bir kara koyan yarım desem, bana meyliniz bolsa yigit, osmam kine deydi. Ama sizcu? Ben şunda ala. Murat, siz kalbingizni tingshashni sinab baqqanmi? Ben deməkçi, əgər mən siz bolğan bolsam, özümdən balılıq hissiyatıdan unda boldur vaz keçməkdim. Çünki biz birlik etim yaşayımız. Hayat bizge birlik etim keledi. Özümüzün nəfsinin qaçan toxtab qilishini uqmaymiz. Başqalar uqmaydı. Şoň mən deməkçi, özünüz bulub yaşa. Toy kızdan toy köyünki pek çıraylık ki. Ben toy köyüne şunda çıraylık ko. Da emas. Dilona alamas da çıraylık. Neymiş ka? Çünkü Dilona her bir toy kız için kiyimini məxsus laylaydı. Məmi kiygen bolsun. 15 günlük alemde, 15 günlük alemde, senin dediğini tatayım o, senin dediğini tatayım o. Uyanındım ben ölsem, bu yanımdım ben ölsem, uyanındım ben ölsem, bu yanımdım ben ölsem. Piyalemde çay koyup, levlerini güydürsem, piyalemde çay bulup, levlerini güydürsem. Abay nə gələn toq. Xuddi bir şairning bir ağız gepidek. Ma'lum bir kecha men bütün əslimimni köydürüb etdim. Şundala arzuyum roşanlaşdı. Ma'lum bir səhər ben bütkül ötmüşümni taşlab etdim. Şundala qədəmlərim yenikləşdi. Bu şeirni sizin bildikensiz-də? Ben bu şiirini bildiğalla bek az dep oylaydım. Neymiş qolası bu yerda? Hech nima qilmadik. Biz imzo qo'ydik bag'a shu. Akila qo'lingnikini. Hech nima yo'q. Akila. Subat. Hey Dilay. Hey Dilay. Nima qil? Ya sen ma'atimni qo'lyaqliga imzo qo'ydingmi? Yo'q. Bu bir ish oldimi nima? Bu normal ahvolga. Ya qanday cho'lpan sen? Qo'ling Nemish tushirma. qo'ysa? Qo'ling tushirib et. Ey, nemish qilyapsa? Ya sen kim o? Ha, nemish qilyapsa? Voy, soqchidarsizmi? Ya manga. Ya, anda qilay gapingni. Kaç mujinka otatdingizmi? İrik bolsa, kang bolsa, suda başısa, taşmıysa, soyla bolsa, şundak bolsa, hemmeller en gülse. Eller
Çağım yok benim, meşrep yok yerde, ağım yok. Allah bugün toy pek keteceğim ha. Kızı da afkam ha. Rahmet. Allah rahmet köp rahmetim olsun sizlarga. Sizlar bu muğam olsa qanday qiladi deyman-da. Sizlar bilan safarimiz qiziq bo'ldi-ku. O'rasiz. Sizmi bak chaqqonlik qilibsiz-da. Saqchiga ma'lum qilmagan bo'lsangiz, ko'rdi g'ash vakatdi. Ras. Hey. Bo'ldi aka. To'yda naqshini o'qib bo'ldik, vazifamizni ado qildik. Endi biz mangayli. Uy. Nima masala? Bizning bak muhim ishimiz bor, safarga chiqmasak bo'lmaydi. Ma gap bo'lmaydi jumbo ukam. Bu yerim kechog'anda safar chiqamsizlar? Bak muhim ishimiz bor. Mangmasak bo'lmaydi. Ya ukam undaq emas. Mana gap. Bugun to'y bak betib ketdi-ya. Men bak razijinim ukam. Unda bo'lgan kim bor, bugun safar chiqman demay, bizni uyda qo'nib qolib, atayna chiqmasizlar. Maquldan. Ko'nglingiz bizga tegil bo'ldi ya. Ya, ko'ngil degan gap katta jinim ukam. Bugun qo'nmasam men rajiba gap. Men bir 100 beraman jinim ukam, unda qilmanglar. Bugun qo'nib qiling ha. Meningcha qo'nib qolsak yaxshiroq. Yigit o'g'ildek barak qildi. Hiç uxlamabsiz-ku. Bu güzel kechada faqat uyqum kelmadi. Sizchi chiqyapsiz-ku? Meningcha. Merhaba Çolpan. Merhaba güzel kız. Yulduz qarang. Ne ang yorib turgan. Yo'q, bu. Ha, ko'rdim. O degan Çolpan yulduzi. Kishilar deydigan Çolpan yulduzi ma'lum vaqtda bir qaytam paydo bo'lib chaqnab turdi deb. Sizchi nima ish qildi? Chunki u pat-pat chaqnab turishni yaxshi ko'rdigandi. Xuddi sizdekmi? Çolpan yulduz paydo bo'lganda butun kecha yorib ketdi. Xuddi siz meni osmonimni yoritib aytgandekmi? Ba'zilarning qushqash dillari chikatdi-ku. Hay. Siz qizlarning mushta gaplarni qilib keltiramsiz? Yo'q. Siz bayam dedingiz-ku, Çolpan yulduz faqat bir tal deb. Ama sizning kechingizni Çolpan yulduzlar chiqqanda. Osmonim yulduzlar bek ko'p. Ammo Çolpan yulduzimga endi uchirgandek qilaman. Sal soğuqqa. Yo'q, men bunda demoqchi emasdim. Yo'q, men nasıl bilmay qoldim. Rahmat. Rizmaydi. Rahmat akamcha, biz qaytdik. Hoşinam ha. İnim. Gel. Hoşinam ha, hoş. Hoş. Maqaralab tururum. Yo'lmangan chaqda diqqat qilmanglar jumo. Hamma odam menga o'xshash. Kan qo'saq emas. Xotirjam bo'ling aka. Endi mashinani o'zamay deyman. Yaxshimi? Nima ish oldi? Nima?
Qaysi xabar? Masal tut telefon qilay ya. Aka, sal chat to'xtab bagina. Nima bo'ldi? Mashin to'xta, masal tut deb biray. Bu shunda ig'irma? Biri mening to'yda naqsha o'qigan ko'rinishimni taqib o'tibdi. O ko'rinishlar to'rda xeyli qiziq nuqta bo'lganmish. Mening og'rib qoldi degan bahonamni yolg'onchilik o'zgaribdi. Cho'ng ish yo'q. Bu ishlarni kishilar necha kun unutib ketadi. Bu ishlar o'tib ketgan bilan, lekin e'lon shirkati bo'ldi qilmaydi. Chunki bu qatimliq kechilikni e'lon shirkati o'ylashtirgan. Agar aytman sahnaga chiqmasam, nurg'un to'lam to'laydiganligi gap. İllallohmi tugishidi. Bo'ldi. Men bir surishtirib qo'yay, ya. Bu rasmlarni zot kim taqib etganda? Menmi bilmadim. Bu rasmlar qanday tarqalib ketgandi? Acaba nima? Hech nima. Bu ish asta ig'irmika? Shundadek o'xshaydi. Men berib bir surishtirib qo'yay. Ha, tushundim. Ma'qul, bo'ldi. Qanday bo'ldi? Men aytadiki naqshchilikka qatnashmasam, ular meni arz qildik. Bu ish qamlashmabdi. Biz qaytayli. Sen berib o'yinga qatnash. Bo'ldi. Hamma ish yana burunqideklar. Hamma ish burunqideklar? Ham qilmafkam. Qishingda manba. Sen yuqori suratli tosh yo'lda meni tanlamagandilar. Meni oldiga, shundaqmi? Burun dadam shundaq menishni yaxshi ko'ratdi. Shunga sen shundaq menishni tanlading. Shu ishlarni esingda bor ekan-a? Shu vaqtlarda dadamning mashinasining oldida o'tirishni behli talishib ketdik. Lekin dadam bizni doim keyinda o'tag'izib qo'yatdi. Shuning bilan ishimiz o'ng va solda o'tirishni talashatdik. Ben şu vaqtlarni bek sig'indim aka. Men Mishofka. Tunugun degan gaplarimni ko'nglimda. Sen unutib ketding. Gapimni angla aka. Apam tugab ketgandan keyin sen oilamizni jam qilish uchun bek tirishding. Dadam bilan yaqin o'tding. Lekin hech qachon o'zingni o'ylab boqmading. Ikkimizning mijoz xarakteri o'xshash bo'lmagan bilan, lekin mening qilganlarimning hammasi seni xushal qilish uchun aka. Endi nima ish qilamiz? Qaytamdoq. Birga naqsha qo'yib, birlikda tiyansin chalamiz. Yana ishlarning hammasi burunga o'xshashlar. Lekin men bu qatimliq chataqni xeyli pul xajlab o'ngshaydigan o'xshayman. Onasi aniq. Men plastinkamni setib bu ishlarni tangal qilaylik. Sening plastinkaning pulisi mashinaning may puliga yetami? Men dedim. To'xta. Sizlar mashinaning keyinda turib tez muni silinglar. Endi mashina mayday.
您好，你好，请出示您的证件。警官，我怎么了？给您告知一下，您在刚才前方的行驶路段时超速行驶。啊？不会吧？我刚刚都没超80啊。前方的路段限速为60，您的车速为77。根据道交法规定，我们将对您处以记3分、罚款200元的处罚。啊，对不起，警官，我不知道这个路段是这样的，实在不好意思，我下次一定注意。好吧，那这次我们以批评教育为主，出门行车时注意及时观察道路标志标线，安全行车，好吧？希望您谨记啊！太好了，谢谢。您的证件，再见，拜拜。Miyada bir plastik turdi. Qo'yib boqaylik. Ara oğlum. Maşinning depterini izlegemedinmi? Men bu ketim vasiyet kaldırmadım. Men başka bir mesele bilen bu lintini avaz kaldırdım. Subat sen bilirsen. Men üzerinden oylağalarını udunla diyemedim. Aynı vakti sen gelemini köydürüp koyduğun için ben seni kurdum. Sen hayli uzakça yığıldın. Könlümde abam hayat boğan olsa beni kurmay diye de buyurdum. Belki sen bu işlerini unutup ketkensin. Lakin ben urğallığını unutup kalmadım. Şundan başlayıp sen beni köyge vaktinde abanla esneydiğin buldun. Beni geçirip etken balam. Murat, sen mi bilirsen balam? Apan gözüm kandan keyin sen mi asla çoğun buldun? İnanғы köyünüp yakşı baktım. Ben şu vaktin keyin turmuşunun barlık eğil yükünü senin zimmenge atıp koydum balam. Lekin sen mi bir bala küçük dursan benim kıyğınım hakikaten doğru olmadı. Beni geçirip etken oğlum. Boy degендек ben özümün hissiyatımını, köngülümni teşhir ifadelep beremeymen. Biroq sizlarni bilsizlar boldim. Men sizlarni pek yaxshi ko'raman. Sabringlar o'ngishli bo'lsin. Qar. To'xtadik-ku. Maymu az qapti. Bunda maqsad manzilimiz yetemasligimiz mumkin. Bunun üstüne sizni apırıp qo'ydigan ish bor. Hey, bo'lmasa siz bizlar bir to'yga boramiz ya. Rasma? Men borsam bo'lamda. Agar siz biroz saqlab turmaganmisiz borsangiz bo'ldi. O demekçi uyingizdagilar va yoki yigitingiz degandek. Yaqay, meni hech kim saqlamadi. Uning ustiga chiroyli qizchaq o'zi yolg'iz safarga chiqsimi? Yaxshi emas-da. Tamoq yemdoq. Qusaq bek asti. Ma'qul. Tamoq tayyor bo'ldi. Sal paka mı? Sal paka dek turdi. Sen nima ish qilyapsizlar? Hech ish. Ben oldinroq qaytib aramalaymi? Tek o'yinchilik pek kech kirib ketmadi-ku. Yo'q,
Şirketlikler bilan ko'rishadigan ishim bor emasmi? Mayli. Emsi, ben qaytay. Tamam hazır. Hoş. Xeyr, hoş. Demisim, sal charchab qoldi. Bu qitimliq safar hammamizni bek charchitib o'tding. Ras. Siz-chu? Men charchadim. Aramalamsiz? Men aramalay. Yo'q. Hechkimiz ayılib kelamdiq. Ma'qul? Juramsa. Ben qasd qildim. Dildim qasd qildim. Siz inangizni rost yaxshi ko'rgansiz-a? Qanday deysiz? Chunki iliq kun kechda hukumingiz uchun tayoq yeyishdan yonmadingiz. Rostdan desam, u kun nima uchun unchalik qilganligimni o'zim bilmayman. Rasma? Ras. Ne bo'ldi? Sizga bir gapimni aytgan. Qulqum sizda. Siz kichik vaqtimdagi orzuyimning nimaligini bilamsiz? Bilaman. Ha? Chaqchaqib qo'ydim. Mening kichik vaqtimdagi orzuyim astronom bo'lish. Yulduz kuzatuvchi? Zonliq qilyapmisiz? Yo'q. Mening kichik vaqtimda nurg'un orzularim bo'ldi. Men tanarkatni bek yaxshi ko'radim. Şonlaşık benim küçük vaxtımda futbolcu buluş arzuyum var. Lekin arzu degan yanılı arzu de. 10. numurluq hujumchi Murat o'rtaq top kirgizdi. Meni zangli qilyapsiz a? Ha. Yulduz kuzatuvchi astronom. Qarang, astronom deya yulduzlar kuzatmaydi. Chunki osmonda yulduzdan boshqa yana ko'p narsalar bor. Masalan, qora o'nkir deymiz, samoyuli degandek. Yani cho'lpon yulduzmi bor? Cho'lpon yulduzi bugun chiqmabdi. Albatta chiqmaydi-da. Siz nima ish qildi? Chunki u mening yonimda tursa. Ey, mübarek olsun. Nimaga? Sizlarga baxt tilayman. Dadam bo'lmagan bilan, men bojimi? Chaqchaqma. Murodingga yetkazma deyman. Tuyuqsiz mendan cho'ngib ketib borsa. Ben yeza to'y qatnashqani borman. Sen-chi boramsan? Avval dadamning vasiyatini o'rindaylik. Qanday? Unda.
Adam var mı? Adam var mı? Yaşımsız. Bu ayda toy buldu degan tuğa. Toy? Hı? Yo'q, qora toy yo'q, xatoga qapsizlar. Bu aqida erkin uy emasmi? Shu men aqidani absulman. Ha, mushoyda toy buldu deb bu uyning adresi bergan. Biz shu bo'yicha kelgan toq. Yo'q, bolalarım bu qorada toy yo'q. Xatoga qapsizlar. Biz Erkin Abdulatning o'g'illari. Biz bu oyga dadamning vasiyati bo'yicha keldik. Bu oyga to'yga kelish dadamning oxirgi vasiyati edi. Erkin Abdulat? Sizlar Erkin Abdulatning o'g'illarimi? Ha, biz o'g'illari. Dadam yaqinda ko'z yumdi. Biz dadamning vasiyati bo'yicha bu o'ydagi to'yga qatnashib, musiqa chelib, naqsh o'qib bergili kelgan. Bu xatni dadam sizga berib qo'yishimizni aytgan. Bu zalim bo'lib ketgan. Bu dadamning nimaligini, ha? Aka, bo'ldi. Men qaytib kechiligimni ishini bitaroq qilay, ha? Dadammo bek bizni o'zining bir qiz boqish uchun chaqamidi. Balkim bunun alayda bir sabab bo'lishi mumkin. Uning ustiga bu ayolni deydi-ku, amalsiz qoldim de. Hey, buningda nima sabab bo'lmoqchi-da, ha? Bu xotin ikkimizning salohiyatini bilgachga dadamni maqsadga izlagan gap. Uningga lozima pul shu. To'g'mi? Adamni mushundaq mahmaq qilgan bor. O'zingni besiva. Men qanday besolman? Sen da baqa men qanday besolman? Voy, men nereden bilaman o'zingni qanday besolganligingni ya? O'zingni tutib ol.
Ben bugün ayıplan biltin aldım. Hazır mağmırsam keçiligimde ulguremeyim mi? Rastlamağım sen? Yaş bu yerken hayal işlerini kördük okşayımızdık. Neymiş lan deyse? Bu abcak maşının açıkçı sen de kapkasın. Atalmış sınırını kögül barası. Dadam bizge bir yer kelgendeyken videoluk vasiyetimni körüp tangla diyen. Senin için o nemi de? Hı? O 15 yıl avval men köngülnün keyine kirip bir munç hatalıklarla sadır kılgandım. Sizlerden bir sınlığınlar ba. Onu yaxşı qaranglar demi? Ha? O bu ömürde bir meselege toğır qargan emas. Daim kaçıdı. Videoda vasiyet kaldırış intayın asan. O nemişki bizge baldır demeydi, ha? Nemişki baldırak bizge düşendirmeydi. Oldu. Hoş. Ben oldu. Sende mesuliyet degen narsa barmı yok mu? Sen kaçanlık mesuliyetini keçip yürsen? Sen keçip bakmagan mı? Ha? Sen mesuliyetten kaçmağının bilen. Ama lekin yuşunuluşka intayın üstün ben. Sen xuddi yer astidagi çaşqan o'xshaysan. Har kuni o'zingning qorong'i dunyosi turib, menga nafratlansan. Sen nimalarni da'vatsan? Xatoma, ha? Sen ko'zimga qarab turib, menga yordam qilib boqqanmi? Ha? Lekin sen undaq deb boqmading. Sen doim mening ko'zimga ig'ir bir yukni zimmamga ortib olgan odamdek ko'rinasan. Sen mening zimmamdek ig'ir yukli bo'lib qolmay, sen bir ahmoq, sen bir nodon, sen bir shaxsiyatchi. Mening sen bunchilik qilishimning o'zi faqat opam uchun. O seninle apam, shundaqmi? Ha? Faqat opam uchun seninglam hasrat chekish huquqingmi? Shundaqmi? Necha kun yaxshi o'tib qo'ysak, endi bir yilda mening yaxshi akamga aylanib qoldingmi? Ket! Ko'zimdan yo'qol. Ko'zim ko'rgichi bo'lma. Meningmi? Seni ko'rar ko'zim yo'q. Buningdan keyin ash aldamchi oshiqing bilan baxtli bo'lishingni umid qilaman. Nima? Uning cho'lpon bo'g'isi bo'lsa, kelib menga desin. Ha? Odamning suratini unda o'g'irlikchi tatib taqatmay. Nimalarni da'vatsa? Rayhonni da'vatma. To'ydagi ko'rinishlarni uning do'stlari taqibdi. Rayhon o'tib bermasa, ular bu surat nereden topdi? Ha? Men texi senimi yaxshi ko'radigan odam bor-ekan deb o'ylabdim. Afsus, xatolashibdim. Men dedim, nima? Umoqchimisan? Meni urib, zimmangdagi yukni ig'irlashtiryapman. Siz nimalarni qichiryapsiz? Onun degan rasma? Sizga qilgan boshqa ish yo'qmi? Sizning astronom bo'lishingizni yoqammi? Murat, og'zingizni yuming. Men sizga ishongandim-ku. Ishonchimni yerda qo'ydingiz. Sizning degan hikoyalaringizdan ham siyoqammi? Siz qanchalik odamning cho'lpa yultisi-dan, ha? Murat, men ishining u naslanmay yo'limgan. Men qasam qilayman ishining. Yolg'onchining qasami. Murat, bu qullar qanchalik yigitlarning qo'lini tutgan. Siz yigitlarga shunday yiqilishamsiz. Yigitlarni indak keltirish siz degan ko'ngilli kasb shumi?
8 çıkılan 20 kaldı. Ben bilmem. Sizler bana açıklamışsınız. Sizlerde hatalık yok. Ben sizlerine toy murasını veringlar dedim. Belki bağlandan keyin sizler singillarning barligini bildinglar. Ameliyatda bu 15-16 yılning oldidagi ishlar. Apamlar o'lib ketib, normal turmushga yurishga tirishib baqdim. Arloqda yaxshi xizmat qilishga to'g'ri kelib qoldi. Bu chog'da sizlar kichikdinglar. Men u yerdagi
谢谢王师傅，又麻烦你了。不客气，有事您打电话。谢谢谢谢。好。Kızım, doktorcu kesilon saqayıp ketkendikin xemiyalik tamaq ish qilmaymiz dedi. Shu yoqda chashirіңizning chiroyli o'rib ay qilibdiman sizni. Opa, bek charchab ketdim, uyqum kelyapti. Uyqungiz kelyaptimi? Asta kel. Yanım dep geldiniz. Hadi. Dadam bilan aranglarda bo'lganishdan hammasidan xabar topdim. Tuni gapingizdan keyin anglamaylik chiqib kelganimizni apo qiling. Juring, uyga kiraylik. Uyga kirib birg'anchaylik. Bo'ldi. Men kiyimlarimni bir almashtirib olay. Kızım, Akide. Akide, kızım. Opa. Hadi, so'ng ihrakini saqaytqani bo'ladi. Men ochib siz bakmi ansirab ketmayli. Umidvor bo'laylik.结果什么时候出来？如果要进行全面的调查核实，需要1个多月的时间。不过，我们可以从你身上采样，等打印结果出来看看，因为你们是亲戚，需要几天时间吧。这么短的时间，我们就不用把病人留在医院了。如果你们愿意的话，就回去吧。 Qandarak singlim yaxshi bo'lib qoldingizmi? Men bu yaqin atrofdagi mehmonxonaga o'rlashay. Har qanday bir ish bo'lsa, menga telefon qilinglar. Yo'q, balam. Bo'ldi, mehmonxonaga berishning hojati yo'qmish, uyda qo'nib qilinglar. Ada, mening yana mehmonxonaga o'rlashqinim yaxshiroq.苏医生，我的合适吗？你们先听我说，不能说，只要是所有的亲属关系，
基本上都能完全吻合。但是，我们不能放弃希望，继续寻找。可能在内地可以找到，但是这需要很长的时间。Ko'nglingizni yerim qilmang. Bu qitim maskanmisa. Kelar qitim qilsa, cho'qim maskil. Umidvor bo'laylik. 宋医生，检查结果出来了。我们找到皮皮的骨髓了。医生，你说什么？根据初步显示结果，基本完全吻合。是真的吗？真的。Senin kızım, ben degan go, siz cho'qim yaxshi bo'lib ketsiz deb. O kimdi? 专先知是谁啊？是一个志愿者。 Suba? Bilemem. Şu gün ben pek şahsiyetçilik kıldım. Belki biz sınırımızdan en ahırkı ümit yıldızı olup kağa okşayımız. Ailemizde kaydı can buluşunun sebepkar oldu. Hakkı. Sana... Ben bu sizden akılınız. Kallam biraz durup doktor oldum. Siz aslen Türkiye'lerine. Ben Türkiye'ler Allah. Hikmet olur. Singlim yaxshi turdingizmi? Bugun akşam kelamsiz. Apam jiq qo'rimlarni qorib, jiq taomlarni aytyapti. Bugun kelmasangiz biz tomoqni yapolmaymiz-chimi? Ha, buldi. Subat akangizni deb qo'ying, ha, u doim bir yalak chiqib qoladi. Ha, buldi, ma'qul, hozir seni so'ray. Budoqdan o'yin qo'yganimiz bilan eng oldida o'tiray bo'lamdi. Ma'qul. Xo'sh. Ha, buldi, ma'qul, xo'sh. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizchi. Yaxshi turdingizmi? Bu qiz yana avarchilik uchurga o'xshamamdi?
Maşinanız remontxanda xeyli uzun turibdi-da. Bu qiz yana o'zi bilmaydigan yerlarga sayohat chiqqanki, so'rab baqa. Uningga deb qo'ying. Bu qiz bundan keyin o'zi bilmaydigan yerga sayohatga chiqmaydi. Bu ishlarning hech qaysi men bilan aloqasizki. Eng yaxshi bu ishlarni o'zinglar bitirib qo'ying. Meningmi johil odamlar uchun o'zimning vaqtini isrof qilgim yo'q. Cho'lpon yulduzamda nati chaqnamoqchidir. Cho'lpon yulduzamda yiningizni chaqnaydi. Rasma? Hey. Bak. İşkanlarning ko'zidan o't chaqnab ketibdi-ku. Jirolar, men sizlarga esil bir narsa ko'rsataman. Voy, nima bunda? Bag'aningizlar. Biz ne yapmadın zaten? Mana, keldim. Ben ayrıtılan biletini qaytırıp ettim. Aqidaning qishiga mush mashinada boramiz. Voy, yana mush mashina bilan boramdi? Bo'lmamda? Ha? Bo'ladi hamda. Bundara qarab baqqansa, bir yangi vasiyatlar chiqib qolmaganda? Mashinani remont qilganlar, mashinaning keyinda qulib solingan kichik sanduqda bir tep bor. Nima? Hey aka, bu seni aldash nimanda asan deyme. Balıqlar, yürünglar, seferga chiqaylik. Seferlerimi saldır hayatıma, güzel haller için yürekte gül var. Durmuş bizleri taşlar sardım neden, her kademde izlerdim hikmetler hayal. Bu hayat sınavında çıklaydı kimler, ben senlerle yetmezdim yumuldu gözler. Kaygılarla teselli izler gönüller, kimler beklerdim o ister bekletler. Her adamda her nişanlar hıl kısmetler, davam seferler. Gahi davam, gahi bostan, menzilleriyiz pes kademler davam. Yüreklerde üşmez arzu her kaçan, ümitler nurida günleydi varma. Seferlerimiz oldu hayat.